Assalomu alaykum. Kimyo biz Telegram va YouTube kanallari uchun organik kimyodan genetik zanjir reaksiyalar loyihamizning demak 6 qismini boshlamoqdamiz. Demak, bugungi 6 qismda quyidagi organik zanjir reaksiyasi bor. Ya'ni quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin bo'lgan reaksiya tenglamalarini yozing. Reaksiya tenglamalarini yozishda organik moddalarning struktura formulalaridan foydalaning deydi. Xo'p, bu yerda normal propilamindan X1 modda olingan, X1 moddadan propanol olingan. Xo'p, shunda bu yerda X1 modda katta ehtimol bilan spirt bo'lishi kerak. Xo'p, keyin propanol oksidlansa buni tuzi chiqadi. X2 shu kaliy tuzi. Xo'p, keyin kaliy tuzidan u yoqda normal holatdagi X3 nima bo'ladi? Butan bo'ladi X3 shunda. Keyin izomerlanib metil propanga aylanadi. Xo'p, tushunarli. Endi ana shu hozir biz nazariy jihatdan o'ylab chiqdik har bir etapda. Ana shu har bir etapda endi reaksiya tenglamasini birgalikda siz bilan ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi reaksiya propil amin. Ya'ni propil amin bo'ladigan bo'lsa CH3 CH2 CH2 NH2 propil amin. Xo'p, bundan spirt olishligimiz uchun nitrit kislota qo'shishimiz kerak bo'ladi. Nitrit kislotani bunday yozsa bo'ladimi? HO NO qilib. Shunda bu yerdan uzadida OH va OH bu yerga keladi. Ya'ni CH3 CH2 CH2 OH. Ya'ni bu propanolga to'g'ri keladi bu. Keyin azot, keyin bu yoqda demak suv hosil bo'ladi. Reaksiya tenglamasi o'zi teng. Bizda noma'lum birinchi moddamiz propanol chiqdi. Shuni mana bu joyga yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, CH3 CH2 CH2 OH. Xo'p, ikkinchi savol. Ikkinchi qism deylik. Endi bundan aldeget olishimiz kerak. Spirtlar, bir atomli spirtlardan, birlamchi spirtlardan aldeget olish uchun demak, mis oksid bilan qaytariladi bu yerda. Xo'p, demak CH3 CH2 Xo'p, demak mis oksid bilan reaksiyaga kirishib, qizdirilib reaksiya amalga oshadi. Shunda aldeget hosil bo'ladi. Sirka aldeget, propion aldeget. CH2 CO bu yoqda H, keyin misni o'zi hosil bo'ladi. Propanol bu berilgan o'zi. Misni o'zi hosil bo'ladi va demak qo'shimcha suv hosil bo'lyapti. Xo'p, endi uchinchi reaksiyaga o'tsak, ya'ni ana shu hosil bo'lgan propanolni kaliy permanganatni ishkordagi eritmasida eritishimiz kerak. Demak, birinchi reaksiya tenglamasini keltirib olamiz. OH deyapman hozir. Vodorod aldeget edi-ku bu. Plyusdan demak kaliy permanganati. Xo'p, plyusdan shunda demak kaliy gidroksidi hosil bo'ladi. Bu yerda ishkoriy bo'lgandan keyin shu yerga kaliy tuzi bo'ladi. Bu mana O kaliy kiradi deyishimiz. CH3 CH2 bu aldegetiga bu. O kaliy bo'ladi. Bu yoqda demak ishkor hosil bo'ladi. Kaliy manganat uzr. Ikkita kaliy manganat va suv hosil bo'lyapti. Shunda bu yerga 2 qo'ysak, kaliy gidroksidni oldiga 3 qo'ysak,
Shunda reaksiyamiz teng bo'ladi. Suvni oldiga ham 2 qo'yishimiz kerak. Xo'p. Shunda X2 moddamiz mana bu propion kislotaning kaliyli tuzi bo'ladi. Xo'p. Endi X2 dan alkan olish kerak, keyin uni izomerlash kerak. Endi karbon kislotalarda kaliyli tuzidan nima olish uchun nima deydi? Alkan deymiz. Alkan olish uchun bularda demak elektroliz kerak Kolbe usuli bo'yicha. Xo'p, shunda CH3 CH2 CO O kaliy bo'lib, demak 2 molekula suv qo'shilgan paytda bu elektroliz bo'ladi. Elektroliz belgisini qo'yamiz. Bu elektroliz deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi, mayli. Xo'p, shunda 2 molekulasidan ketadi. Normal butan hosil bo'ladi. CH2 va demak 2 dona kaliy gidroksidi, vodorod va demak 2 ta karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Shunda bizda noma'lum moddamiz X3 modda, endi X3 bo'ladi. Bu normal butan hisoblanadi. X3 bo'lsa CH3, CH2 va CH3 ga teng. Endi bu normal holatdan izo holatga o'tish kerak. Biz bilamiz, alkanlar mavzusida izomerlanish reaksiyalari katalizatori alyuminiy xlorid hisoblanadi. Shunda CH3 CH3. Xo'p. Ya'ni alyuminiy xloridi katalizator ishtirokida normal suzuvchi zanjirda izo tuzilishlari demak zanjirga o'tirishimiz mumkin. Metil propanga CH3 mana. Ya'ni bu moddamizning nomi shunda metil propan. Xo'p, demak, Kimyobiz Telegram va YouTube kanallari uchun qilinayotgan organik zanjir reaksiyalar loyihamizning 6-qismi bo'yicha X noma'lum bo'lgan X1, X2 va X3 moddalar yozildi. Reaksiya tenglamalari to'liq yozildi, tenglanildi va organik moddalarning demak struktura formulalaridan demak foydalanilgan holatda ishlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.